Assalomu alaykum akalar. Bugun 2026-yil 8-fevral kuni Quva tumani stansiya qishlog'iga g'ishtlarimizni olib berdik. Tog'a g'ishtlarimiz ma'qulmi? Ha, xudo xolasa ma'qul. Mana g'ishtlarimizni ko'rsatib qo'yasiz. Xudo xolasa behijolat. Sho'rlamaydanmi? Xudo xolasa sho'rlashi kam bo'lgan g'ishtlar bo'ladi. Bo'ldi. Xudo xolasa 90% garantiya beramiz. Shu Quva tumanidan kimga ish kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Bo'ldi. Ha, Instagram, YouTube'ga qo'yamiz. Bo'ldi, yaxshi. Farg'ona viloyati Bog'dod tumanidan bo'ladi g'ishtlarimiz va Quva tumaniga olib kelib berdik. Akalar aloqaga chiqaverasizlar, g'ishtlar zo'ri bo'ladi. Ha. 25 ga 12 6,5 bo'ladi akalar razmeri. Behijolat aloqaga chiqaverasizlar.